Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Pat yaqinda ayolim yangimoqchi. Oldingi bolalarni atayin ayol doktorlarla bar shaxsiy doktorxonada tuqqan edi. Turkiyada yaqinqi bir necha yillik favqulodda baho o'sish sababli davlat doktorxonasini tanlashni o'ylashgan edik. Lekin izdansak normal tug'utdimi yuqori ehtimolda doktor kirib qolishi mumkin ekan. Agar operatsiyalik tug'ut bo'lib qolsa, intayin yuqori ehtimolda doktor kiradi ekan. Uningsizmi narkoz doktori, hamshira degandaklarda erlarning bo'lib qolishidan saqlanish mumkinati yo'qqa yaqin ekan. Mushundaq ahvolda haqsiz bo'lganlik uchunla davlat doktorxonasida tug'ishni tanlashga bo'lamdi yoki iqtisodning amalini qilib shaxsiy doktorxonaga berish vojibmi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ba'zi ayollarning kallasiga doktor ayol doktoridan usta, doktorning qo'li yenik bo'ladi degandek xato qarash joylashgan bo'lib, buni ayollarni tuvan ko'rishi deb qarashqami bo'ladi. Amaliyotda gohida ayol doktor ustaroq bo'lishi mumkin. Asl qoida bo'yicha doktorning yat ayolning avratiga qarashi, qo'l tekkizishi va tug'dirishi halol bo'lmaydi. Chunki nomahramlarning hukmi aniqdir. Amaliyotda almisaqdan beri tug'ut ayollar tarafidan o'rindalgan. Tug'ut anasi degan xos ismmi dal shuning bilan bog'liq. Hech kim tug'ut otasi deb anglab boqmagan bo'lsa kerak. Tug'utdan iborat alohida ahvolda to'lg'iq tutgan ayolning avratiga ayol doktorning qarashi va tegishi yengilroq bo'lib, ehtiyoj ayol doktori bilan qamdaladi. Shunga ayol doktor tepilmaslik, jiddiy qutqizish uchun chorasiz qilish va ayol doktorning haqqini o'tni yerim qilib bo'lsa-mu tayyorlay olmaslikdek alohida bir zaruriyat tepilmagan tug'utlarda, bo'libmi muvofiq bahoda tug'diradigan ayol doktorlar tepiladigan Turkiyadagi diyorlarda homildorlarning doktoriga ko'rinishi va doktor tug'diradigan doktorxonalarda tug'ishi joiz bo'lmaydi. Buningdagi asos Alloh azza va jallaning mo'min erlarga aytqinki, haromga tikilib qarmasin, avratlarini saqlasin va yana mo'min ayollarga aytqinki, haromga tikilib qarmasin, avratlarini saqlasin degan amridir. Fiqhiy qoidada zaruriyat cheklanganda muboh qiladi va zaruriyat uchun qilingan ruxsat zaruriyat miqdorida bo'ladi deyilgan. Buningga asosan davlat doktorxonasida ayol tug'ut doktori tepilmagan yoki ayol doktorni tanlash imkoniyati bo'lmagan ahvolda shaxsiy doktorxonalardagi ayol doktoriga berishga qurb yetadigan erning ayolini doktoriga opirishi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki ayolining nomusi mol dunyodan qimmatlidir. Ilojsizlik buningdan mustasno. Albatta, Haq taolo aytadi: kimki o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan majbur bo'lib qolsa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Haqiqatan Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Bu vajidan musulmon doktor ayol tepilmasa, kafir ayol doktor. Kafir ayol doktormi tepilmasa, andin musulmon doktor. O'mi tepilmaganda andin kafir doktoriga ilojsizlikdan bordi. Operatsiyada narkoz doktorimi o'xshash. Yuqorqi tartib o'z navbatida Alloh taolaning shunga Allohdan taqatqanlarning yetishiga qo'rqinglar. Vazini anglanglar, amriga itoat qilinglar, sarf qilinglar. Bu o'zinglar uchun foydalidir. Kimki nafsining baxilligidan saqlanadigan, u maqsadiga erishguchidir degan amrining taqozzosidir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.